To'g'ri aytsam yuragim tez urib ketyapti. Balki umrimda eng birinchi juda katta summa pul ishlab o'tirman. Assalomu alaykum butun dunyo. Xullas hozir bankka keldim. Sizlar uchun zo'r proyekt boshlandi inshaalloh. Xalqqa manfaat tegib, juda ham zo'r voqea, juda. Videoni oxirigacha ko'ringlar. To'g'ri aytsam yuragim tez urib ketyapti. Balki umrimda eng birinchi juda katta summa pul ishlab o'tirman. Do'stlar, meniki pulni olib chiqdik, hazil-huzul o'z yo'liga. Videoni ko'rish davom etinglar. Mana. Bankdan pullarni oldik, Malikadan telefonlar oldik. Aka, telefonlar narxi. Mana iPhone'lar keldi. Mana iPhone'lar ham keldi. Akajon, telefonlar narxi nech pul bo'ldi? 200 million. Hammasi nol. Yo, bismillah. Men bu pulingiz akajonim. Barakatli, akajon. Yaxshi kunlar ishlar. Do'stlar, video oxirigacha ko'ringlar. Yaxshi pul topsam xalqqa manfaat tegadigan ish qilaman deganmidim. Meniki boshladim. 200 ta telefon, pul yutig'i, 10 ta iPhone 16. Atigi Hitsbotga shunchaki obuna bo'lasizlar. Instagram, TikTok, YouTube tarmog'idagi video, musiqalarni selkasini olib, shunchaki tashlab, biz reklama, biz kanallarga obuna bo'lmasdan foydalanib, maza qilib, mana shu yutuqlarga ega bo'lishlaringiz mumkin. Faqat shu shartlarni bajargan holatda yutuqlarga ega bo'lasizlar. Men o'zim oldilaringizga boraman, so'rayman, sizlar shartlarni bajargan bo'lsalaringiz, mana shulardan yutuqlardan birining egasi bo'lasizlar. Do'stlar, mana shu kommentga, shu videoni kommentga eng ko'p do'stini belgilagan shu haftaning oxiriga iPhone 16 yutib oladi. Ha, aytgancha, ertaga Qashqadaryoda bombardimon telefon tarqatish bo'ladi. Tayyor turinglar, Qashqadaryo, Saturn o'sha yo'lda. O'zbekiston olg'a!